Xayrli kech hammaga. Qizlar, bugun Alivyandan bir nechta zakazlarimiz yetib kelgan. Alivyangni bilmaganlar, Koreyadagi eng katta kosmetikalar sotiladigan, juda ham avtoriteti baland bo'lgan koreyskiy magazin. Qizlar, u magazinda uncha-muncha brendlar o'zini narsalarini sota olmaydi. Yaxshigina oboroti bo'lishi kerak, sertifikat bo'lishi kerak, litsenziya bo'lishi kerak. O'shanga yarasha klientlar bo'lishi kerak. Ana o'shandagina Alivyang narsalarni sotishga ruxsat beradi. Shunaqangi avtoritetli magazin. Qizlar, ana shu magazindan zakaz qilingan narsalarni obzorini qilamiz. Dastlab prokladkalar, qizlar, bular shunaqangi bir naturalni ishlangan, umuman allergiya chaqirmaydi. Keyin tarkibida ham hech qanday bir musor yoki bir chiqindilardan tayyorlanmagan, juda ham kачествоsi yuqori, juda ham 100% paxtadan ishlangan prokladkalar keldi. Mana koreyskiy qizlar hamma narsasiga javob beradi. Allergik testdan ham o'tgan. Ikki xili keldi. 48 taligi, 36 taligi keldi. Bularni narxi bilan kanalga qo'yaman. Keyin probiotik keldi qizlar. Probiotik bittasi zakaz egasi bor, bittasi наличие. Probiotikni 100 taligi kelgan mana qizlar. 100 taligi kelgan. Ichida mana bunaqa stiklar bo'ladi. Buni qanday tayyorlanadi, qaysi mahal ichiladi, hammasini opisaniyasini yozib qo'yaman. Bu ichaklarni tozalash uchun eng zo'r narsa qizlar. Hozirgi hammada moda bo'lgan laktofitlar bor-ku, o'sha laktofitlarning premium varianti mana shu. Probiotik premium. Bu Alivyangda katta skidkada olingan, skidkasiz o'zini narxi 400 mingdan yuqori turadi qizlar. Bu skidkada olingan narx. Buni shtuchkalab olsangiz ham bo'ladi, pachkada olsangiz 3 oydan oshiqqa yetadi o'zingizga, chunki bir kunda bitta stik ichiladi. Keyin Dr. G'dan nabor zakaz qilingan mana qizlar. Bu faqat Alivyangda o'zida shunaqa upakovka qilinadi mahsulotlar. Ichida nabor holatda oladigan bo'lsangiz, ichida kremi bor. Ikki xil kremi bor mana bu. Keyin podarkasiga mana bu yerda kanoviy maskasi bilan 5 ml da serumi berilgan. Nabor holatda olsangiz, donalab olsangiz ham bo'ladi. Bu o'sha ta'sirchan yuzlarga, tez qizaradigan yuzlarga, tez o'g'ri toshadigan yuzlarga rosa zo'r narsa. Qizlar, men hozir o'zim kremidan ishlatyapman. Yuzim kombi yuz. Shunaqangi zo'r namlantirib beradiki, misol uchun ertalab yuzingizni shu krem bilan ishlov beradigan bo'lsangiz, kechgacha yuzingiz nam holatini his qilasizda, darrov qurib qolmaydi. Rosa ham zo'r, odzivlari ham rosa zo'r krem bu. Mana bu naborda yoyilgan holat, ikki xil kremi. Mana bu serumi, kattagina idishda bu ham. Mana bunaqa stikerlar bor yopishtirgani. Keyin mana bunaqa tkanoviy maskasi bor. Maska ham geleviy maska, rosa ham zo'r namlab beradi yuzni. Bundan kelgan, qizlar patinolli bo'xti cleanserdan kelgan, ya'ni penkasdan kelgan. Koreyskiy uhod qilib yurgan qizlar Bog' firmasini biladi, Biohil. Bu shunaqangi zo'r premium brendki, rosa ham narsalari zo'r chiqadi. Umuman negativ obzor ko'rmaganman. Aynan shu brendda. Bu nima uchun? Mana shu yuz qavati, baryeri shikastlangan qizlar uchun rosa zo'r narsa. Umuman yuzni qavatini quritib qo'ymaydi, zarar yetkazmaydi, juda ham yumshoqlik bilan tozalaydi. Qizlar, buni shundoq upakovka holatda olsangiz ham bo'ladi, ikkita bo'ladi ichida. Donalab olsangiz ham bo'ladi. Xuddi shu firmani pilingeli kelgan. Qizlar, mana buni upakovkasini juda ochiq qiyin ekan, shuning uchun ochmadim ichini. Mana bunda kattasi bor bitta, keyin mana bunaqa kichkinasi bor ekan yonida, podarkasiga. Xohlasangiz donalab oling, xohlasangiz shu korobka holida oling. Bu ham shunaqangi yuzni shunaqangi silliq piling tozalaydiki, shunaqangi yumshoq, umuman zarar yetkazmaydi. O'zi aqua toning. Aqua bo'lgandan keyin hech qanaqasiga yuzni quritmaslik kerak. Tarkibida pH bor. Bilasizlar, bu yuzni baryeri bilan shug'ullanadi. Bundan keldi. Keyin mana bu senkadan, yaponskiy penkadan keldi. Bu ham Alivyangda qizlar to'xtovsiz sotiladigan penka. Rosa ham zo'r, ichida ikkita bo'ladi. Keyin mana bunaqa probnikchalar bilan bo'ladi. Mana qizlar, Alivyangda o'zini upakovkasi bilan kelgan. Rosa ham zo'r penka. Buni ham odzivlarini ko'rganman. Juda ko'pchilik maqtagan. Bundan keldi. Buni ham donalab olsangiz bo'ladi. Keyin mana bu yerda CNP Laboratory'dan penka kelgan. Mana Gidra.
Bu ham umuman baryerni shikastlamasdan tozalaydiki, qizlar rosa zo'r. Eng premium Aliviangda 5 yulduzda sotiladigan penkalar bu ham qizlar. Rosa ham kачествоsi zo'r. Keyin bu mahsulotlarni hammasi 70% skidkada olingan. Skidkasiz bularning narxi rosa ham qimmat qizlar. Bu ham shunaqa pachkasida ikkita keladi. Buni ham donalab olsangiz bo'ladi. Jenshin choydan kelgan qizlar, bu Aliviangdan olinmagan, Koreyaning maxsus magazinlaridan olingan. Bu Jenshin choy hali klientkalarim уже buni kutib ham o'tirishmadi, obzorini oladigan olib ketishdi. Juda ko'p pachkada kelgan edi. Qaranglar qizlar, bu bitta granula bo'ladi. Mana bunaqa idishda granula bo'ladi. Bir kunda bir mahal ichiladi, stakanga tayyorlanib, ilimiliqdan issiqroq bo'lgan suvga tayyorlanib ichiladi. Bu energiya beradi qizlar. Kechgacha charchamaysiz, lanch bo'lmaysiz. Davleniyalarni joyiga qo'yadi, balansini beradi. Juda ko'p kasalliklarga dori. Buni opisaniyasini kanalimga qo'yganman, Telegram kanalimda bor qizlar. Keyin mana bunaqa energiyal keldi. Bu energiyal qizlar svechaga o'xshagan narsa. Bu o'sha ostki tomonga ishlanadi. Shamollashlar, har xil nima deydi, vydeleniyalar, eroziyaga o'xshagan kasalliklar, hamma kasalliklarga dori qizlar. Rosa ham zo'r narsa. Keyin juda ham tez tugaydi bu, koreyska magazinlardan olingan. Keyin Beauty of Jisonning mana bunaqa kichkina versiyasi ham kelgan qizlar. Zo'r SPF ga bo'lsin, lekin pulim yetmaydi kattasiga deganlarga mana sizga zo'r variant, kichkina variantini olib ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Bundan ham sanoqli kelgan qizlar, rosa tez tugaydi bu ham keyin. Qizlar, bugungi Aliviangdan kelgan produktlar hammasi shular. Hammasini opisaniyasi, narxlari bilan kanalga qo'yib qo'yaman.